Erkin aka, assalomu alaykum. Xo'p. Birinchi navbatda savol beradiganimiz jinsiy olatga turmay qolishiga sabab bo'ladigan ovqatlar, ichimliklar va hokazo narsalar. Birinchidan ichish, ya'ni bu alkogolli narsalar, viski, aroq, pivo, vino, konyak va shu kabi. Mana shularning hammasi impotensiyaga, ya'ni turmay qolishga sabab bo'ladimi? Albatta, va alaykum assalom. Birinchi navbatda rahmat kim bu savol bergan bo'lsa, bu viski yoki aroq haqida gapiradigan bo'lsak, yoki bu aroqlar, bularda foydasidan zarari ko'p. Biz universitet vaqtida o'qiganimizda bizga ma'lumlar aytardiki, ikkita turga bo'lardik-da, mana o'zlari ichadigan ma'lumlar, ichmaydigan ma'lumlar. Ichadigan ma'lumlar aytardiki, kam ichsa odamga foydasi bor deb har xil ilmiy tadqiqotlardan bizga shu statyalarda, naучный publikatsiyalarda aytardi, olib kelardi. Foydasi yo'q, zarari bor deb bizga aytadi. Vaholanki biz bilamizki, dunyo statistikasida aroq ichadigan odamlarda problema ko'p. Ya'ni birinchidan aroq ichish bu nafaqat odamning jinsiy holatini turishlikka, birinchi uni shaxsiyatiga katta ta'sir qiladi. Agar biz tashqaridan qarasak, ya'ni jamiyatda aroq ichadigan ko'payadigan bo'lsa, o'sha yerda jinoiy ishlar qo'zg'alishi, jinoiy ishlar ham ko'payadi. Ya'ni jinoyat ko'payadi. Nimaga desa, aroq ichgan odam o'zini kontrol qila olmaydi. Bu bir. Bu fakt, bu butun Yevropa, butun Amerikada mana shu aroqqa ruju qo'yganlar, misol ichib, buni orqasidan o'sha joyda prestuplikni ko'proq kim aroq ichib kam ichadigan yoki ichmaydigan joyda. Yo'q, mana shu aynan jinsiy olatga ta'siri bormi? Mana shuni gapiramiz. Endi biz hozir hamma taraflama gapirishimiz kerak bu haqda. Ya'ni biz nafaqat bitta tarafni, bu endi o'sha odamda misol shaxsiyat buzildimi? Shaxsiyat buzilgan odamda hech qachon jinsiy bu taraflama ta'sirlari bor. Ya'ni jinsiy aloqaga xohish yoki bo'lmasa u yovvoyi vahshiy bo'lib ketadi. Ayniqsa juda ham ko'p ichadigan odam. Bu bir. Ikkinchisi, jinsiy holatda o'ziga nima ta'sir bor aroqning? Aroq, pivolarda jinsiy holatga o'zining ta'siri, u boshqa organlarga ta'sir qilganligi uchun u asosiy organlarga, shu odamning asosiy, misol jigarga, eng ko'p jigar kasalligi, misol sirroz pecheni ko'p alkogol ichadigan odamlarda bo'ladi. Rak желудка, именно oshqozon rak kasalligi, saraton, именно shularda bo'ladi. Endi o'ylang, jinsiy holat turib tursa ham bu tarafda sizda sirroz pecheni boshlandi, bu tarafda sizda rak желудка boshlandi. Qanaqa jinsiy aloqasida, qanaqa jinsiy holatda tursa ham bunda o'zi turadigan jinsiy odam yotib qoladi. Ya'ni xullas zarari bor. Zarari albatta bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, to'g'rima-to'g'ri jinsiy holatda o'ziga zarari bor. Albatta zarari bor. Birinchidan jinsiy ko'p ichadigan odamlarda jinsiy holat turmay qoladi va ularda bred revnosti boshlanadi. Ya'ni buni narkologiyada, psixiatriyada aytadi. Ya'ni juda ko'p ichadigan odam jinsiy aloqaga xohish bo'lmaydi. Bora xotini bilan agar yashagan bo'lsa, urib o'ldiradi yoki bo'lmasam katta rashk qilib jini qilib qo'yadi xotin. Nimaga desa, har bitta erkakka qarasa, o'zi qilmayapti, xotin bilan yaqinlik bo'lmayapti. Har bir erkak nito qarasang, sen shu bilan yotibsan deb, chunki o'zi yota olmayapti. O'zida xohish yo'q. Ya'ni bu o'sha bu eng og'iri. Lekin aytishingiz mumkin, işte bu qanaqadir buni foydasi bor-da. Qur'onda ham bu haqda aytgan, aroqda foydasi bor, lekin zarari ko'proqdir. Xudo buni skrivat qilmaydi, ya'ni Alloh taolo aytmaydi bu aroq sizlarga zarari haq bo'lmoqda. Foydasi qanaqadir bor, lekin uning orqasidan kelib chiquvchi mana bu asoratlar Foydadan zarari ko'proq. Foydadan zarari ko'proq. Ikkinchisi o'sha mana vinoda alkogol kam deyshadi, yo viski sal boshqacharoq deyshadi. Endi spirtini protsentiga bog'liq. Haqiqatan protsent o'shaning uchun 1% ham u spirtli hisoblanadi. O'shaning uchun mumkin emas bu narsa ringda. Demak, vino bo'lsa ham zarari bor. Конечно, zarari bor. Qizil vino ichsa bundasi ingliz suxoy deydi. Da hammasi bilasizlar, proktologlardan so'raylar, aroq ichadigan eng gemoroy bilan ko'p murojaat qiladiganlar, birinchisi bu o'sha orqasini yuvmaydiganlar yaxshi, ikkinchisi aroq ichadiganlar. Chunki ana bu to'g'ri ichgan bor-ku, to'g'ri ichak. To'g'ri ichgan рассасывающий effekt bor. Ya'ni u ham so'rib oluvchi nimasi xususiyati bor. Ya'ni siz даже axlatizdan chiqqan aroqni o'sha so'rib oladi, u yerda gemoroy paydo bo'lishi ehtimoli balandroq. Aroq ichadigan odamlarda orqasi og'riydi, orqa peshobi ko'p og'riydi. Ichib bo'lgandan keyin. Tushunarli. Ammo bu alkogolsiz ichimliklar bor. 0% spirt deydi, boshqasi deydi. 0% spirt, mana shu suv 0% spirt desa bo'ladi. Bunda 0% hech qanaqa spirtli ichimlik yo'q. Ya'ni bu yerda alkogolsiz spirtlarning ichida alkogolsiz pivo deydi, uning ichida 3% 4% spirt bo'ladi. Ha, demak zarari bor bari. Ha, nima uchun foydasi bor dedik? Bu aroqda misol bizga mumkin deb aytiladi. Lekin mana misol siz nimani yeysiz-ku? Qatiq yeysiz yoki bo'lmasa kefir ichasiz. Kefir ham organizmga tushgandan keyin spirtga aylanadi.
Ya'ni ko'p mahsulotlar brajeniya orqali, brajeniya degan narsa bor, organizmga tushdimi spirtga aylanib, o'sha bizga foydasi yetadi. Biz tashqaroqqa doполнительно beradigan bo'lsak, u zarari bor-da. Itak bizda organizmda ko'p narsalar o'sha brajeniya orqali, buni ximiyani tushunganlar tushunadi, spirtga aylanadi-da. Biz ustiga yana qo'shib beryapmiz. Tushunarli. Demak, alkogolni istalgan turi barchasi zarar. Da, eng qizig'i mana shu bitta spirt ichimliklar ichida bitta spirtli ichimliklar harom qilingan dinda. Qolgan hamma sok mumkin, mana Red Bull mumkin, choy mumkin, fresh mumkin, mojito mumkin bezalkogolli. Ko'p buni biz ayta olmaymiz, shu bizga bu nespravedlivo bo'ldi deb. Ya'ni ko'p narsa ichish mumkin, o'sha ruxsat bergan narsani iching, hamma sok iching. Rahmat. Salomat bo'ling.